Axborotda so'rinni davom ettiramiz. Payshanba yoshlar kuni. Shu munosabat bilan Toshkent viloyati Bekobod tumanida rahbar va yigit-qizlar ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Unda yoshlarning bandligini ta'minlash, ta'lim va kasb-hunar egallashiga ko'maklashish borasida muhim vazifalar belgilab olindi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i, Toshkent viloyati prokurori, viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i, Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi boshlig'i hamda Bekobod tumani hokimi ishtirok etdi. Ochiq muloqotni Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i ochib berib, yig'ilganlarni qo'shaloq bayram bilan samimiy tabrikladi. O'z nutqida u so'nggi yillarda Bekobod tumanida amalga oshirilgan islohotlar, bunyodkorlik ishlari hamda yoshlar uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarga alohida to'xtaldi. Shundan so'ng uchrashuvning eng muhim qismi yoshlar murojaatlarini tinglash jarayoni boshlandi. Uchrashuvda 300 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etib, ochiq muloqot davomida 29 nafar yoshlarning murojaatlari ko'rib chiqildi va ular bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilandi hamda ayrim murojaatlar joyida ijobiy hal etildi. Muloqot davomida yoshlar tomonidan tadbirkorlik va chorvachilikni rivojlantirish uchun kredit ajratish, ish bilan ta'minlash masalalari ko'tarildi. Uyushmagan yoshlar o'rtasida kibersportni rivojlantirish, uni mahalla kesimida yo'lga qo'yish taklifi ham ilgari surildi. Shuningdek, probatsiya nazoratidan chiqish masalalari, xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslashgan o'quv markaz faoliyatini kengaytirish uchun zarur infratuzilma bilan bog'liq muammolar ham muhokama qilindi. Har bir murojaat mutasaddi rahbarlar tomonidan atroflicha o'rganilib, ularni ijobiy hal etish yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi. Endi jarimani avtomobil egasi emas, qoidabuzar haydovchi to'laydi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026 yil 1 apreldan tegishli